Shukur Xolmirzayev 8-sinf adabiyoti 2019-yil 1940-yil tug'ilib 2005-yilda vafot etgan. O'zbekiston xalq yozuvchisi Shukur Xolmirzayev 1940-yilning 24-mart kuni Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida tug'ilgan. 1963-yilda Toshkent davlat universiteti, hozirgi Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining jurnalistika fakultetini tugatgan. Yoshlar nashriyoti va bir necha jurnallarda muharrirlik qilgan. Shukur Xolmirzayevning hikoya va ochiliklari talabalik yillaridayoq respublika ommaviy axborot vositalarida e'lon qilina boshlagan. U qissalar yozishga ham tengdoshlariga nisbatan erta kirishgan. Yosh adibning hikoyalari, To'lqinlar, 18 ga kirmagan kim bor nomli qissalari ko'plab muxlislar orttirishi bilan birga Abdulla Qahhordek ustozlar e'tiborini ham qozongan. To'lqinlar qissasi 1963-yilda, 18 ga kirmagan kim bor nomli qissasi 1965-yilda chop etilgan. Yozuvchi roman janrida ham o'z kuchini sinab, So'nggi bekat, Qil ko'prik, Yo'lovchi, Olabo'ji, Dinozavr kabi asarlar yozdi. Agar Qil ko'prik romanida o'tgan asrning 20-yillaridagi birodarkushlik urushining halokatli hodisalari tasvirlangan bo'lsa, qolgan romanlarda 70-80-yillardagi ma'naviy mafkuraviy tanazzul o'z aksini topdi. Shukur Xolmirzayev sho'ro davrida faqat qoralanib ketgan bosmachilik harakatiga ham yangicha yondashishga urindi. 1987-yilda yaratgan Qora kamar pyesasida mazkur hodisani butun murakkabligi bilan chuqur badiiy talqin etdi. Xotin-qizlarimizning sho'ro davridagi fojiali hayotini ro'y-rost yoritgan Ziyofat pyesasi esa 1990-yilda sahnalashtirildi. Yozuvchi adabiy ijodning turli janrlarida qalam tebratgan bo'lsa-da, o'zbek adabiyoti tarixida avvalo usta hikoyanaviy sifatida qoldi. Uning Olis yulduzlar ostida, O'zbekning soddasi, Ora yo'l, Odam, Cho'loq turna, Kimsasiz hovli, Bodom qishda gulladi, Tog'larga qor tushdi, Yashil Niva, Xumor singari o'nlab asarlari milliy hikoyachiligimiz xazinasidan munosib joy olgan. O'zbek adabiyoti tarixida o'ziga xos o'chmas iz qoldirgan yozuvchi Shukur Xolmirzayev 2005-yil 29-sentyabrda Toshkent shahrida vafot etgan. Aziz o'quvchi, adibning quyidagi 2 hikoyasini o'qir ekansiz, avvalo bosh qahramonlar ruhiyatidagi, dunyoqarashidagi jiddiy farqlariga e'tibor bering. Ot egasi Omon ovchining o'limi hikoyalari.